Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan tortlar uchun eng ideal bo'lgan krem, muzqaymoqli krem, ya'ni morojniy kremni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 500 gram qaymoq va 300 gram sgushonka, ya'ni quyultirilgan sut kerak bo'ladi. Qaymog'imiz albatta suyuq bo'lishi kerak. Agar suyuq bo'lmasa, 3-4 osh qoshiq sut yoki suv qo'shib suyultirib olishimiz mumkin. Albatta suyuq bo'lishi kerak. Men ham shunday qilib suyultirib olganman. Va undan keyin mikserda is hosil bo'lguncha ko'pirtiramiz. Yaxshilab ko'pirtiramiz. Qattiq bo'lib is hosil bo'lib chiqadi. Mana is hosil bo'lib chiqdi. Endi yaxshilab qattiq bo'lgandan keyin, shunday holatga kelgandan keyin sgushonka yoki iriska, varённое молоко yoki sgushonное молоко qo'shib yana mikserda ko'pirtirib olamiz, aralashtirib olamiz. Mana ko'pirtirib oldik, yaxshilab chiroyli qattiqqina krem hosil bo'ldi. Albatta bu eng zo'r kremlardan biri hisoblanadi. Mana tortimizga endi bemalol biskvitimizni ustiga surib, tortimizni taxlab chiqsak ham bo'ladi. Mana shunday qattiqlikdagi. Bundan agar qattiq chiqsa, gul ham tayyorlashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.